Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun Yakkasaroyda joylashgan eksklyuzivniy kvartirani video obzorga kelganmiz. Dream House tomonidan qurib bitkazilgan Milana novostroykasini 5-qavatida 151 kvadrat metrli hashamatli avtorskiy proyektda remont qilib bitkazilgan. Shu kvartiramizda sotuvga chiqyapti. 4 ta xona, 3 ta sanuzeldan iborat. Uyimizda hamma detallar did bilan qilingan. Aslida eshikdan kirishimiz bilan to'g'rida garderob kutib oladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda podsvetkali oynalar. Hech kim yashamagan yangi kvartira. Bir chetdan boshlab tushuntiraman. Birinchi xonamizda bitta spalni, ichida o'zini garderobi bilan kirishimiz bilan garderob va spalni zona, konditsioner, texnikalar, kravatlar hamma narsa qo'yilgan. Imенно menga bu proyektda yoqqan tomoni hamma xonada katta panoramli oynalar qoldirilgan, quyosh prямо xonaga tushib turibdi. Garderoblarni ham qaranglar. Kvartira ham deb bo'lmaydi, xonalari keng qilingan. Yana bitta afzalligi, sanuzellar razdelniy qilingan. Hojatxona va dushovoy xonamizda vannalari bilan kir mashinalarigacha qo'yilgan. To'g'rida zal, keng divanli zona va 6 tali stol qo'yilgan, televizorlari bilan. Oynalar qaranglar, keng panoramli oynalar qo'yilgan, konditsionerlar. Shunday kiyim bilan kirib yashashinglarga tayyor kvartira. Xohlasanglar zal juda ham keng. O'zbeklar mehmon kutish yaxshi ko'radi. Katta 12 tali stol qo'yib yuborsanglar ham bo'ladi. Keyingi xonamizda yana bitta spalni, ichida o'zini sanuzel bilan, o'ng qo'limizda garderob, chap qo'limizda sanuzel va spalni zona, kichkina balkoni bilan. Kravatlar qaranglar, juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Bitta bolali yotoqxonasi va oshxonamiz bor. Oshxonamizda ichida o'zini stalovoy zonasi bilan katta xolodilniklar qo'yilgan. Bu yerda 2 tala balkoni bor. Va bitta bola uchun mo'ljallangan spalni. Ichida ham o'zini tayyor kravat, mebellari bilan katta oynalar qoldirilgan. Narxini videomizning obloshkasini ustiga katta qilib yozib qo'yaman va opisaniyada yozib qoldiraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.